nihoyatda shu nas bosgan joyga ham kelib oldim. Oyog'imga oyoq qolmadi-ku. Okey, eshikni ochamiz. Assalomu alaykum, xizmat, qanaqa yordam bera olaman? Nima, keyingisi bo'lishni xohlaysanmi? No. Bu musor kitobni kim ham o'qirdi? Aniq men o'qimayman. Mayli, fikrimdan qaytdim. Tezda harbiy baza bilan bog'laning. Aha, tushunarli. Harbiy baza, aloqa, Shpoqlandiya shahri 13-ko'cha Burlimidagi do'konda qotillik ro'y bergan. Hoziroq ishni hal qiling. Bu tirrancha qilgan ishlari uchun albatta javob beradi. Men buni shunday qo'ymayman. U bugunoq bo'ladi. Kim kofe xohlaydi? Men kofe xohlayman. Yuhu! Kecha YouTube'da 7 ta pomidor degan zo'r kino chiqdi, ko'rdingmi? Menga lekin juda yoqdi. Qizil YouTube'dami yoki-da sarig'idami? O'zi faqat qizil YouTube bo'ladi, tentak. Basharangga oyog'im, nimaga bu kitobdan oldim o'zi? Baribir o'qimasam. Iltimos, sadaqa qiling. Pul topish uchun ishlash kerak. Bo'lmish. Stop. Anglashuvchilik bo'libdi. Men hech nima qilmadim. Mana qurol mana bunda edi. Uyalasiz nima? U oldi o'tdi. Meni o'tmaylar, iltimos meni uyimda bola chaqam bor, 4 ta sigirim bor, 2 ta qo'yib. Stop! Qayerdaman? O'ldimmi men? Kimman men? Nimadir Nitoga o'xshayapti. Qayerdaman bilay? Agarda siz boshqa dunyoga to'satdan o'lib tushib qolgan bo'lsangiz, birinchi navbatda bu yerning qoidalaridan tashqariga chiqmang va ularga qattiq amal qiling. Yana qanaqa qoidalar? O'zi qoidalarni kim ham o'qirdi? Birinchi qoida: orqangga qarab yur. Bo'ldi, qoidalarni yaxshi ko'raman. Unasini imsa qanday tirilib keldim men? Tushunarli? Demak, sen o'lganingda bu dunyoning noma'lum joyida qayta tug'ilasan. Demak, men super giroyman. Yo'q, sen yuruvchi po'qsan. O'zga olamning 3-qoidasi: agarda sen bu yerga ishlab pul topmasang, o'ldim deyaver. Chunki sen har oy mamlakatga soliq to'lashing kerak. What? Bu ham o'zimiznikidan farq qilmas ekan, mayli ketdik pul topishga. O'zga olamning 4-qoidasi: pulni halol ishlab topishing kerak. Agarda qarovsiz qoldirilgan pulni ko'rsang, yaqinlashma, u tuzoq bo'lishi mumkin. Tushundim. Ko'p gapirib boryapsan. Ana bu yerda pul bor ekan. Boyib ketaman. You little bastard. Yo, bu dunyo menga yoqyapti. Pul topish juda oson ekan. Tirrancha, qani cho'ntagingni bo'shatchi. Stop. Sizlar yana kim bo'ldinglar? Hoziroq bor budingni chiqarmasang, o'ldim deyaver. Xo'sh, senda ikkita yo'l bor. Birinchisi tinchgina ular bilan urushish yoki zo'rlashyapti yordam. Bu g'irt shantaj ekan-ku. Yo'q, endi nima qilaman? Qutqaruvchingiz shu yerda. O'lay. Stop. Sen qiz bola emasmisan? Yo'q. Men faqat qizlarga yordam beraman. Bu yoqda qizlar yo'q ekan, demayman ham qiladigan ishim yo'q. Bolakay yolg'iz qoldi-ku. Basharanglarga yo'g'im, endi o'zinglardan ko'ringlar. Chinaki ajdarni uyg'otdinglar. Bu yoqqa kel, Flos, o'nin 3 qurbondan ko'rsa, aka, iltimos o'ldirmanglar. Meni bola chaqam bor, iltimos. Bo'ldi, suramiz. Basharasiga baribir o'ldirib ketdi-ya. Voy Jalol, qayerdaman o'zi? Tirikmanmi? Yana o'ldimmi? Xo'p, yo'q, bu yon kuzatamiz. Ana u qizdan so'rab ko'raman yaxshisi qayerdaligimni. Kechirasiz, bu yer qayerligini bilmaysizmi? Tez javob berchi, men o'yinchog'imni sen o'g'irlaganmiding? Yo'q, nima o'g'riga o'xshaymanmi? Sen o'zi kimsan? Men yuruvchi po'qman. Amalnicho, bu ahamiyatsiz. O'zi o'yinchog'i qanaqa ko'rinishda? Nima, daraxt cho'piga o'xshaydimi? Tushunarli, qanunda ketdik, o'yinchog'ini qidiramiz. Ochamiz. Yopamiz. Umar. Qidiramiz. Kechirasiz, shu atroflarda cho'pga o'xshagan narsa ko'rmadingizmi? Menda yana bitta cho'p bo'lganida uni ham tiqib qo'ygan bo'lardim. Yo'q. Demak ko'rmabsiz. Bu yerdan hoziroq surish kerak. Bu yana qanaqa musorxona bo'ldi? Meni mo'sirimga teganmalaring. Shoshma. Biz shunchaki sen o'g'irlagan narsani sotib olmoqchi edik. Men nimani o'g'irlabman? Meni yuragimda. Onangni. Qayerdaman endi? Yana o'ldimmi?
Yo, what? Sen oldimda nima qilyapsan? Bu yana qanaqa davom bo'ldi? Uzr, qo'rqitib yuborgan bo'lsam, shunchaki qiz bola bilan birinchi marta bir to'shakda turishim. Men o'g'il bolaman. To'yib ketdim bu hayotda. Endi ham o'zimni o'ldiraman. Voy. Unga yana nima bo'ldi? Menimcha uni nimadir zo'rlagan bo'lsa kerak. Stop! Nima hamma joy bijir bo'lyapti? Ko'raylikchi qayerda ekanman. Xo'sh, nima hamma joy boshqacha? Tepaga qarasang qayerdaligingni bilasan. Tepaga? Nima? Nima, men quyoshdamanmi? Yo'q, sen quyosh sistemasi atrofida aylanadigan yer sayyorasining atrofida aylanuvchi Oy yo'ldoshidasan. Demak, men Oyga chiqqan birinchi insonman. Plus yana adashdim. Oyga birinchi bo'lib Neil Armstrong 1969-yilda chiqqan. Короче, menda bitta maxsus reja bor. Birinchi bo'lib o'tmishga qaytadigan mashina yasayman va uni ishga tushiraman. Qarabsizki, Men Oyga chiqqan birinchi insonman. kechirasan Neil Armstrong aka. Bu joy band edi. Endi esa bu rejani amalga oshirishim kerak. Ketdim men. Yo, what the fuck? Men uchayman, yo! Aytgancha, sen Oyda ekanligingni bilasanmi o'zi? Ha, bilaman. Oyda maxsus kiyimlarsiz odam nafas ololmaydi va sochilib ketadi. Buni ham bilasanmi? What the fuck? Nima shuni ittoch o'rgatmaysiz? Yordam! U narsa nimsa qaytib qoldi? Avengers! Yo, nima bo'lyapti o'zi? Qayerga boryapmiz? Aytinglar, tushuntiringlar. Yo! Nima bo'ldi o'zi? Yo! Qayerga tushib qoldim o'zi? Sandiqning ichida juda ham maxfiy xat bor. Uni o'qisang bilasan. Okey, tushunarli. Xo'p, ochamiz. Yo, what the fuck? Bu xat juda ham maxfiy edi. Endi sen bu dunyoga qayta kelasan. Yo! Qo'yvor, ajratmaganingdami? O'zi qaytib qoldim. Yo! Yanami! Basharangan bunisi og'riqliroq bo'ldi. Yo. Uzilma qilish kerak edi. Sandiqni ochishing kerak edi. Okey, bo'ldi, esim keldi. Xo'sh. Yo. Yana. Plus sandiq. Bu safar tezroq sandiqni ochishim kerak. Xo'p, ochamiz. Mana shu yerda bo'lish kerak. Mana menimcha mana shu. Qo'llarimni his qilmayapman. Zaynab. Jalil. Menga seni chinaki maxfiy xat juda zarur. Iltimos, menga uni ber. Nima iltimos qilsam bo'ldimi-da? Xo'p, qaraylik-chi, o'zi bu xatning ichida nima yozilgan ekan? Okey. Nima? Men shu rasm uchun shuncha azob chekdimmi? Bo'ldi, men boshqa bu azoblarga chiday olmayman. Hoziroq o'zimni o'ldiraman. O nasıl yemsin?
Yo. Bu suvmi bu? Qanaqasiga men qayerdaman? Nima hamicha qorong'u? Tushunmayman hech nimaga. What the fuck? Qayerga kelib qoldim men? Xo'sh, men o'zimdamanmi? Ha, o'zimdaman. Okey, qo'rqib ketyapman. Qayerdaman men? Stop, daraxt. Mayli, shuni oldiga borib ko'raychi. Hech nimaga tushunmayman, qayerga kelib qoldim. Nimalar bo'lyapti? Yo'q. Voy, nimalar bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nima bu? Voy! Stop, shoshma. Boya qayerga tushib qoldim? Tushunmayman hech nimaga. Sen vaqt oralig'iga tushib qolding. Bu yerdan ko'pchilik chiqa olmagan. Bu yerda eng kichkina detallar ham chiqish yo'li bo'lishi mumkin. Men esa qanaqadir daraxtga yaqinlashganimdan so'ng mana shu yerda ko'zimni ochdim. Demak senda detal daraxt ekan. Bu yaxshi, omading bor ekan. O'zi vaqt oralig'i nima degani? U yerda vaqtni aldaganlar tushib qoladi. Xuddi senga o'xshab. Sen birinchi marta o'lganingdan keyin qaytib tirilmasliging kerak edi. Ammo nimadir xato ketgan. Tushunganga o'xshayman. O'zi puxta ham tushunganim yo'q-ku. Bir tashqariga chiqaylik-chi qayerda ekanman? Yo, bismillah. Yo, oldin tushib qolgan shahri bu. Bu yer oldingilardan ancha yaxshi. Nima? Menimcha ko'zimga ko'rindi-yo. Va nihoyat seni topdim, tirrancha. Yo, what? Sen bu yerda nima qilyapsan? Qanaqa qilib bu yerga tushib qolding? Hech nima tushunmayman. Sen hozirroq o'lishing kerak. Nima? Meni o'tmaylar, iltimos, meni uyimda bola chaqam bor, 4 ta sigirim bor, 2 ta qo'yim bor. Tirranchaning ishi a'lo darajada bajarildi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. U vaqt oralig'iga tushib qoldimi? Shu yetmay turganda. Jonursan. Yana nonushdan o'tkazib yuboradiganga o'xshayman. Xo'sh. Yo'q-yo. Demak men vaqt oralig'iga tushib qoldim. Endi esa u tirranchani qidirish kerak. Ana qizni ko'ring, cho't kelgan. Hoy, bolalar, yaxshimisizlar? Mana bu rasmdagi bolani ko'rmadinglarmi? Bu katta psix va u qochib ketdi. Yo'q, ko'rmadim. Bo'pti, davay gaplashamiz. Hoy, bratishka, mana bu bolani ko'rmadingmi? Bo'lmiz, mana buni ko'rmadingmi? Basharangga quloqim. Sotuvchi, mana bu bolani ko'rmadingizmi? Davay. Mana buni ko'rmadingmi? Kechirasiz, mana bu bolani ko'rmadingizmi? Ko'rgan deyman. Qayerga ketganini ayta olmaysizmi? Nima esiga tushim kerak? Bala. Kechirasiz, yaxshi qiz. Mana bu bolani ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Yaxshi qiz, aldash yaxshi emas. Xayrli tun, yaxshi tushlar ko'r. Balchiq. Hoy, mana bu bolani ko'rmadingizmi? Yo'q, bu odam ko'rmadim. Bala, partikka. Aldash yaxshi emas. Asab bo'lib qolaman yaqinda. Qayerda bo'lishi mumkin u tirrancha? Shoshma, hisobimda anchagina pul yig'ilibdi-ku. Endi qurollar sotib olishim mumkin. Xo'p, ko'raylikchi, bu yerda nimalar bor ekan? Nima bu musor? Bo'lmaydi bu. Buni do'konga qaysi tentak qo'shgan? Bu tayyorxon. Bo'lmaydi bu ham. Nima bu? Bo'lmaydi. Shoshma, bitta dolduruvchi qurol. Mashina olaman yaxshisi. Xo'sh, ortib qolgan pulimga tezlik olsam bo'ladi. Xo'sh, qayerda bo'lishi mumkin u kichkina tirrancha?
Nima? Menimcha ko'zimga ko'rindi-yo. Va nihoyat seni topdim tirrancha. Yo, what? Sen bu yerda nima qilyapsan? Qanaqa qilib bu yerga chiqib qolding? Hech nima tushunmayman. Sen hozirroq o'lishing kerak. Nima? Nima? U o'lib ketdimi? Meni qurollarim bittada o'ldiruvchi edi, adashmasam. Menimcha u butunlay yo'q bo'lib ketdi. Lekin qurolim unga tekkanini sezmadim. Nimadir neto cho'tam. Yo. Nima men o'ldimmi? Qayerga tushib qoldim endi? Seni men qutqardim. Senga bir narsani aytishni unutibman. Bu yerda topgan pullaringni ishlatsang bo'ladi va senda hozir juda ko'p pul bor. What the fuck? Yo. Bu yerda juda kuchli har xil qurollar bor va tezlik hamda kuch-qudratni oshirsang bo'ladi. Men barcha pulimni tezlik bilan kuchga ishlatmoqchiman, onasiyimsan. Voy. Nimagadir hech nima sezilmayapti. Qachon ta'sir qiladi kuch bilan tezlik? Faqat bo'ynimda ozgina qichish bor. Boshladik. Menga bu yoqqa boshlayapti. Odam ham zerikib ketdi-ya. Endi uyga qaytish yo'lini ham topishim kerak. Xo'sh. Biz hali ishni tugatmadik. Sen o'lmaganingni bilgandim. Aytdim, qaydandir bo'q hidi kelayotganini. Дядюся, nima? Omading bor ekan. Seni hozir o'ldirmayman. Meni bir ikkita chala qolgan ishlarim borligi yodimga tushdi. No. Quyoshdan-da yorug'roq. Bu yerda boshqa qiladigan ishim qolmadi. Kimlarni ko'ryapman? Endi navbat xotiningga. Sen esa tirik qolasan. Hammaga salom. Mening ismim Fikr. Sizlarni bu yerga chaqirganimdan maqsad shuki, Ko'p gapirmasdan tezroq bo'lsang-chi, biz konsert ko'rgani kelganmiz bu yoqqa, san emas. qisqa gapiraman. Yashayotgan kuniga shukr qilmaydigan odamlar. Hammang o'lasan. Quyoshdan-da yorug'roq, yerdan-da qattiq. Birlashuv. Yo'q, qayerda xato qildim? Shunaqa qilib u barchani o'ldirdi va shu bilan tamom. Yo, what the fuck? Dahshat kitob ekan lekin. Oy, buni ikkinchi qismi yo'qmi? U dunyoni yo'q qilib yubordi. Ikkinchi qismni momamnikidan olamanmi nima? Bu gapingiz ham to'g'ri. No, ikkinchi qismi ham bo'lsa zo'r bo'lardi-da.
Tasavvur qiling, hozir bo'lgan hamma ishlar oddiy bir kitobda yozilgan narsalar bo'lsa-ya. Shoshma, u meni qanday qilib ko'ryapti? Men belgi bermagunimcha meni ko'rish imkonsiz va unda bu kuchlar yana qayoqdan keldi? U meni aniq ko'ra olmasligi kerak. Demak, sen ekansan-da o'sha. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Sen bu ishlaringga hali oxirida javob berasan. Men baribir o'lmayman. O'limdan ham battar taqdirlar bor. Xavotirlanmang bolalar. Ba'zan odamlarni yo'qotish hayotning bir qismidir, lekin ularning o'limi hech narsani o'zgartirmaydi. Aslida men odamlarning hammasini o'ldirmadim. Ular uchun yangi dunyo yaratdim. Va bu men xohlagan dunyo. Qo'y, nariroq o'ynanglar, shumtakalar. Lekin men shuni xohlaganmidim. Men yarataman va yo'q qilaman. Yo'q. Nimalar bo'lyapti? Yo'q, o'yla. Yordam!